Bormagan doktorlarim qolmadi. Qo'rquv, vahima, keyin ich ketish. Toshkentda полностью gastroenterolog, proktolog o'shalarga hammasiga tushdim. Baxtiyor aka, nima shikoyatlar bilan kelganingiz bu yerga? Qo'rquv, vahima, keyin ich ketish. Necha yil qiynaldingiz shu? 1 yil почти qiynaldimda. Bormagan doktorlarim qolmadi. Toshkentda полностью gastroenterolog, proktolog o'shalarga hammasiga tushdim. Hammasi top-toza. Lekin Hech qayeringizda kasalligingiz yo'q deb shunaqa deb bavna qilib. lekin kasalligingizni bilmayapsiz. Nima O'zim sababdan? nima sababligini bilmasdan, nima kasalmanligini Bilmasdan qo'rqib, qo'rqib. shu Necha yil qiynaldingiz shu kasallik bilan? 1 yil qiynaldim. 1 yil qiynaldingiz. 1 yil Hatto уже proktologlarga borib, aytmang kolonoskopiyadan qilib hammasini tekshiruvlar qilgan. hammasini norma. tekshiruv, norma, hammasida qonlarimgacha, siydiklarimgacha hammasini tekshirtirib. Bu holat, Baxtiyor aka, bizni nevrologiyada uchraydigan kasalliklar bo'ladi. Bu ta'sirchan ichak sindromlari. Juda ko'p bemorlar oshqozon ichak muammolari bilan gastroenterologlarga borishadi. Ichib ketib qolishi yoki oshqozondagi og'riqlar bilan gastroenterologlarga ko'rinishadi. Barcha tekshiruvlar qilingan taqdirda ham normada chiqadi. Buning asosiy sababi oshqozon ichak tizimida emas, balki nerv tizimida hisoblanadi. Agarda sizda va yaqinlaringizda shunday belgilar paydo bo'lsa, qabulimizga yoziling.